Xo'sh, mana bu 5-6 kasal bo'lyapti, keldi. Bugun 2-kuni. O'sha kecha vahshim qizarib qolgandi, hozir mana qizarganlarini qaytdi. Grippga operatsiya mana yerda ham chiqqan. Mana shunaqa. Mana yerda ham chiqqan, qip-qizilni ko'ryapsizlar. Xo'sh, xudo endi shifosini bersa, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. O'zi yaxshi bola ekan, sal xuliganlik qilib qo'ygan, ham boshqa ko'rg'uma ta'sirini yo'qotadi, boshqa qilmaydi inshaalloh. Bu ham qizlarga bo'lgan, bir rezinka borgandingiz, ha? Rezinka bilan. Ha, rezinka bilan. Ha, rezinka bilan darsi qarang, rezinka bilan o'tyapti. Rezinka ham qaytarmaydi bunaqa kasallar. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Rezinka bilan boryapman, kasal yuqishmaydi deb bormanglar-da maqsad. Ertaga uylanishlaring bor. Shuning uchun uylanishdan oldin bunaqa ishlarni qilmash kerak. Uylangandan keyin ham qilmash kerak-da. Durib vaqro'ka boshqa joylarga bormanglar, iltimos. Biz faqat sana shu xizmatda mana уже 2-kun уже effekt beryapti. 5-kuni yana tashlaymiz, bitta ko'ramiz. Qani effekt ko'ramiz.